Konditsionerda siz bilgan, bilmagan sirlar haqida gaplashib o'tamiz. Juda ko'pchilik konditsioner sotib olgan, lekin ishlatishni bilmaydi. Qishda yaxshi isitmayapti, yozda yaxshi muzlatmayapti, yomon bo'lsa muzlatsa ham kasal bo'lib qolyapmiz deyshadi. O'zi aslida buni ishlatishda qanaqa holatda ishlatiladi? Akbarjon akamdan so'raymiz. Xo'p, agar sotib olsak arzon joyimi deganlarga o'z nomi bilan arzoncha. Betda atrofdan ko'ra 400 ming, 500 ming, 1 milliongacha shu ko'rib turgan narsalarning arzon sotiladi. 3 yildan 10 yilgacha bemalol qo'rqmay garantiya beramiz deyaptilar. O'zlaridan to'liqroq ma'lumotlar olib o'tamiz va kommentariyada qoldiring. Sizda qanaqa muammo uchrayotgan bo'lsa, keyingi safar videolarimizda o'sha muammolaringizga yechim so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Aka, konditsioner o'zi ko'pchilik sotib oladi, noto'g'ri ishlatadi. Xo'p, o'zi katta kichikligini qanaqa hisob-kitob qilib olsak bo'ladi uyimiz razmeriga? Katta kichigi, misol konditsionerlar o'zi asli 9 taligidan boshlanadi. Modeli misol berib qo'yiladi. 9 talik konditsionerlarimiz misol 20 kvadratga isitishga, 25 kvadratgacha sovutishga foydalaniladi. Hozirgi kunda 9 taliklar kamayib ketgan, 12 taliklar ko'proq qadavoy modelga aylanib qolganligi uchun 12 talik variantlarimiz bor. Xo'p, 12 talik konditsionerlarimiz 30 kvadratgacha isitishga, 35 kvadratgacha sovutishga moslangan bo'ladi. Endi buni misol bir xilga odamlarimiz bor. Konditsionerning kvadratini, joyini o'lchamasdan oladi-da. Misol 2 xonali kvartiralarga ham 50 kvadratli, 55 kvadratli, misol 18 talik tushadigan xonalarga ham oladi-da. Konditsionerim yaxshi sovutmayapti, yaxshi isitmayapti degan muammo qiladi. Oldin o'shaning uchun birinchi bo'lib kvadratini o'lchab yoki metrlab, hech bo'lmasa kvadratini o'lchalmasa ham 6 ga 5, 4 ga 5 razmerini aytib bersa, biz kvadratini chiqarib, o'shanga mos joyini ko'rsatib beramiz. Ha, demak, misol hozir meni obunachilarim sizga telefon qilib, yo bo'lmasam yetkazib bering, misol kelishgan holda vodiy bo'ylab qolgan joylarga qilib berilaveradi. Bu videomiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahari gastronomidan olinyapti, arzonchining filialidan. Xo'p, endi qarang, kelib o'yingiz bemalol nabor yig'ib ketsalar ham bo'ladi. Betda haqiqatan narxlar arzon. Kelasizda yoqqan narsangizni indamay olib ketaverasiz, chunki narxlari aniq, eng arzon optim narxlarda chiqadi. Xo'p, endi aka, albatta joydan kelib chiqib turib olinar ekanda. Aha, joydan kelib chiqib turib klient kelsa xohishini bilasiz birinchi. Klient kelsa xohishini bilamiz misol. Birinchi o'rinda joyini, kvadratini chiqarib olsa, ikkinchi o'rinda kelgan brend, firmani tanlasa bo'laveradi. Xo'p, nech puldan boshlab nech pulgacha bor bizda aka hozir? Eng arzoni 2.999.000 so'mdan boshlanadi. 12 talik variantlar. 9 talikning narxidan ham arzonroq. Misol 9 taliklar bundan qimmat sotilgan, aniq. 2.999.000 dan boshlab 12 taliklarda o'zi misol 6 million so'mgacha bor. Firmasiga qarab, misol ishlanishiga qarab, materiallariga qarab turib narxida farq bo'laveradi. Sifatiga qarab, misol qancha sifatligini olaman desa, shuncha narxlari qimmat tushaveradi. Endi aka, mana hayit bayramiga shunaqa podarka qilib beringki, qarang. Hozir uyda konditsioneri bor, ishlatishni bilmayotganlarga qat-qatlarini tozalab turish kerak bo'ladi. Bir qator aytsangiz. Xo'p, uyda konditsioneri bor, yaxshi sovutmayapti misol. Olganiga 1 yil, 2 yil bo'lib qolganda, sovutishi pasayib qolgan. Shunaqalarga shu konditsionerni misol olib turib, mana bu nimasi ochiladi, korpusi. Maytdan ochsa bo'ladi. Ochib turib, mana bu yerda setkalari bo'ladi, ikkitadan setkasi bo'ladi. Mana shu setkalarni chiqarib turib, ekkalasini ham suvda, sovuq suvda o'zida yengil chayqab, changini qoqib, chunki chang to'lib qoladi-da, bunga mikroblar, changlar to'planadi. O'shanisini tozalab turib, yana qaytadan qo'yib qo'yishsa, sovutishiga asosan effekti yaxshiroq bo'ladi. Yana ham yaxshiroq sovutadi. Yana ham yaxshiroq sovutadi. Setkalarni olib, oson o'zlari setkalari misol, o'zi обязательно 3 oyda yoki 6 oyda ishlatishga qarab tozalab turish kerak bo'lardi. Yuvib, changlarni 6 oyda tavsiya qilinadi. Ha, tavsiya beriladi tozalashga. Zo'r. Xo'p, endi aka, mana qarang, qishda muzlab qolsa-chi, mabodo ehtiyot. Tashqarida motori. Qishda muzlab qoladigan bo'ladigan bo'lsa, misol motorida misol bir xillarda o'zi tashqi blokida, agregatida misol tent joylashgan bo'ladi. O'zini o'zi eritib ishlatib ketadigan narsasi. Funksiyasi ham bo'ladi. Endi mabodo bo'lmasa, endi o'zim ham ko'rganman, fenda ham qizitib berib qo'ysa ham bo'ladi. Turib eritsa ham bo'laveradi. Xo'p, endi aka, ko'pchilik konditsionerga qo'ymanglar, odamni kasal qiladi deyshadi. O'zi konditsionerda qatga qo'yish tavsiya qilasiz. Bir xilga aytadi, koridorga qo'ysa, odamga urib qo'ymaydi, hamma uyga tarqataveradi. Harorat beradi. Endi o'sha narsani misol uyiga qo'yib turib ishlatadiganlar ham bo'ladi, ishlatsa konditsionerni past baland qiladigan bo'ladi. Misol past baland qiladigan xususiyati bo'ladi. Konditsioner teskarisiga misol baland past bo'ladi. Misol 16 gradusga qo'yadigan bo'lsa, eng baland sovutish sistemasi bo'lsa, 28-30 gradusda turadigan bo'lsa, pastroq sovutish gradusi bo'ladi. Jidisi borlar, yoshi kattasi borlar, misol chaqalog'i borlarga shu 28 yoki 26 gradusga qo'yib turib ishlatsa, sovutishi sal pasayadi. O'sha muzlatib yormaydi, mo'tadil holatda ushlab turaveradi, uyiga o'rnatib qo'yganlar uchun.
shunaqa qilib ishlatishsa bo'laveradi. Demak, juda ko'pchilik mana endi buni o'zini ventilyatori ham bo'lar ekan, aka o'zini yoqib qo'ygan xona haroratini tozalab turish rejimlari ko'p ekanda. Rejimlari ko'p bo'ladi bunda. Hozir misol akalarimiz hozir bitta pultini olib berishadi bizga. Olib berishsa, pultni o'zini ham ishlatishni bilmaydiganlar ko'p ekan. Funksiyasi ko'p, nihoyatda funksiya, yaxshi funksiyalar bor, lekin foydalanishni bilishmaydi. Aka mana shundan bir boshdan tushuntirib bersangiz, qanaqa funksiyalarimiz bor? Xo'p, pultda mana on off belgisi turibdi, yoqib o'chirish. Konditsionerni yoqqaningizdan keyin onda o'zi konditsioner yonib, mana bu yerda parrelari ochiladi, ishlashni boshlaydi-da. Mana bu yerda mode turibdi. Modeni bosganingizda pultni o'zidan belgi chiqadi misol. Muz parchasini belgisi chiqadi yoki quyoshni belgisi chiqadi. Sovutishda muz parchasini belgisi bo'ladi, quyoshni belgisi isitishda bo'ladi. Modedan o'zgartiraverasiz. Sovutishga o'sha muz parchasini belgisini qo'yib qo'yaverasiz, sovutaveradi bemalol. Plus minus past baland qilish, hozirgi aytgan narsa, misol 30 gradusdan misol pasti 16 gradusgacha sovutib isitib berish xususiyatlari, past baland qilib ko'taradigani. Siz aytgan narsangiz keyin fan o'zida ventilyatsiyasi, turbo rejimlari bo'ladi. Keyin misol turbo rejimi bu sovutishda ham, isitishda ham havoni tezlashtirib beradigan rejimi. Misol, mana bu yerda Heater deyapti, temperatura misol Heaterda isitish rejimlari bo'ladi ko'proq. Timeri vaqtga qo'yib qo'ysa, misol o'chadigan variantlari, misol 1 soatgacha belgilanadi. Vaqtni misol qo'ysangiz, 1 soatda o'zi avtomatik o'chaveradi. Hali yotishdan oldin o'chirib qo'ymasdan 1 soat ishlab tursin, keyin uxlaganimda o'zi o'chib qolaversin deydiganlar uchun timeri ham bor. Light, LED mana bu yerda ko'rsatib turadigan tablosini yoqib o'chirishni ham ko'rsatib qo'yapti bunda. Light qilib turib. Temperatura o'sha gradusini ko'rsatib beradigan narsasi, temperaturani har xil mana bu yerdan o'zi ligrovkasi past baland qilishi bo'laveradi. Buni bosganingizda temperatura necha gradusda turganini aytib berib turadi. Aytib berib turadi. O'zi mana bunaqa tablosida mana ko'rsatib turadi. 26, 28 bo'lib chiqib turadi u narsalari. Aka, hozirgi kunda qaysi firmani qo'rqmasdan obunachilarimizga tavsiya qilaverasiz? Misol kelgan odamga mashina olavering deb. Trendda bo'lib turgan, eng ko'p savdosi yurib turgani. Hozirgi kunda misol Zipler brendiniki eng hadovoy modelga aylangan, oldingi modellarga nisbatan fenini kattaroq ishlab qo'ygan, effekt berishi kuchliroq oldingi modellarga nisbatan. Full DC inverter bilan jihozlangan. Misol, mana shu narsa inverterni ko'p klientlar misol yoki ko'p sotuvchilar noto'g'ri tushuntirib qo'yadimi, bilmadiku. Inverterda past tokda ishlaydi deb tushunib olishadi. Inverterda asosiy vazifasi misol tokni bir xilda ham qilib beradi-yu, undan tashqari tokni ekonom qilib beradi. Inverter o'zi misol 40% gacha tokingizni ekonom qilib bersa, DC inverterli modellar bu o'shani fulli deyapti. Inverterda ham eng oxirgisini qo'ygan, full DC inverterda chiqqani uchun 70% gacha tokingizni ekonom qilib beraveradi. Past tokda eng past tok ishlanishi 135 gacha bo'laveradi. Tokingiz misol yonishiga hammasiga 220 tok kerak bo'ladi-yu, tok pasayib ketganda 135 gacha bemalol ishlab beraveradi konditsioner. Xo'p, mana konditsionerda siz bilmagan sirlarni o'rganib oldingiz. Endi bemalol konditsionerni olsangiz bo'ladi. Xo'p, olmoqchiman, manzillari qayerda deganlarga, misol tashqaridan ham bitta tushuntiradigan bo'lsa, keyin kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Qiziq bo'lsa va shunaqa yana narsalar ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, akamiz bilan doimiy shunaqa videolar qilib boramiz. Xo'p, bu tomonda aytadigan bo'lsak, kombinatdan kelishda o'ng qo'lda, xo'p, sentr tomonda kelishda chap qo'lingizda mana gastronom svetoforda arzonchi keladi. Kesalaring bu yerda maishiy texnikani hamma tomonlama hamma naborlarimiz bor, aka. Uyga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, kir mashina kerak bo'ladimi, duxovkami, plisosmi, hamma yoqda chiroyli qilib beriladi. Keyin undan tashqari akamiz ijtimoiy tarmoqlarni ham qoldiramiz. Agar bo'lsa, bemalol obuna bo'lib, o'zlaridan narx-navolarni, yangiliklarni kuzatib borsa bo'ladi, aka. Bo'laveradi. Keyin qarangda narsa, bizim musofirdan kuzatgan aka-ukalarimiz bor. Hayit arafasi yo uydagilarni xursand qilish uchun bir yaxshi narsa olib beraman deganlarga hamma narsangizdan nabor qilib olinsa, kartangizga to'lov qilinsa, dastlabkasini qilib beraveramiz, aka. Dastlabkasi bilan qilib beraveramiz. Xudo xolasa, laboda to'ldirib, kelishilgan holda agar iloji bo'lsa xizmatlaringni beraman desa, o'rnatib ham beraveramiz, aka. O'rnatib berish xizmatlari ham mavjud. Pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib Ravshanbekdan oldim sanani, xudo xolasa, chiroyli xizmatlar qilib beradi. Narxdan tushib berilmaydi, sababi eng arzon zavod narxida o'zi narsalarimiz sotilyapti. Bemalol shu videoga yaxshi kommentariya qoldirib, keyingi videolarda ko'rishguncha